Bugungi kvartiramizni narxi 72 ming. Bizlar Ruday ko'chasida Savdo restoran to'g'risida Oqdomda turibmiz. Mana bu yerda bizlarda chiroyligina mягкая zona qilingan, stol pufiklar qilingan, gul qo'yganlar va bu tomonda bizlarda TV zona joylashgan. Ana endi boshqa xonalarni ko'rishni boshlaymiz. Mana bu yerda birinchi xonamiz bizlarda kattalar yotoqxonasi joylashgan. Kattalar yotoqxonasida ham ko'rishingizdek hamma kerakli jihozlar o'rnatilgan, sovuq pol qilingan, buxo'rni kotel o'rnatilgan. Bu yerda esa bizlarda oshxonada kuxonniy garnitura, kerakli jihozlar, 4 kishilik stol, panoramli oyna qilingan. Ana endi mana bu yerda bizlarda koridor qismi, asosiy kirib kelishimiz eshigi chetlariga remontaj qilingan, prixожий mebel o'rnatilgan va mana bu yerda bizlarda bolalar yotoqxonasi joylashgan, kravat, gilamlar to'shalgan. Kadastr hujjatlari tayyor, bir kundan fotoz qilib olishingiz mumkin va mana bu yerda общий sanuzel joylashgan. Qay taraf o'taman? Ruday ko'chasida Oqdomda joylashgan. Kvartiramiz narxi 72 ming, yana savdosi bor. Kimga qiziq bo'lsa agar pastdagi nom telefonlarga telefon qilinglar, arzonroq qilib olib beramiz. Ko'rishguncha.